Siz ham menga o'xshab mant yeyishni yaxshi ko'rasiz, ammo mant qosqonlarni yuvishga erinsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring, qanday qilib dona-dona va qasqonga yopishib chiqmasdan mant qilish mumkinligini ko'rsatib beraman. Eng avvalo suv, tuz, tuxum va unni solib, o'rtacha qattiqlikdagi xamir qilib olishdan boshlaymiz. Xamirimizni 2 bo'lakka bo'lib tindirib olamiz. Tingan xamir har doim yaxshi yoyiladi. Orasida bir marta mushlab qo'ysangiz, yana ham yaxshi. Tingan xamirlarimizni bir xil qalinlikda yoyib olamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqamiz. Meni mant qosqonim kichkina bo'lganligi uchun mantilarni kichikroq tugaman. Xamirimizni tindirgani qo'ygan vaqtda nachinkasi uchun kartoshka, piyoz va go'shtni maydalab qo'ygan edim. Kesib olgan xamirlarimizni stol ustiga yoyib, videoda ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz. Mana endi videoni yaxshilab kuzating. Mantilarni qasqonga yopishib qolmasligi sirlari bilan bo'lishib ketaman. Men har doim mant qosqonni yaxshilab yog'layman va mantilarimizni ham alohida bittalab yog'ga botirib, keyin mant qosqonga joylayman va 40-45 daqiqada baland olovda pishirib olaman. Mantilarimiz mana shunday dona-dona va ezilmasdan pishib chiqadi. Bu safar ustiga qayla qilmadim. Menda tabiiy saryog' bor edi, o'shani eritib ustidan qo'ydim. Har doimgidek siz uchun eng yaxshisini ilindim. Siz ham bu videoni yaxshi ko'rgan insoningizga yuborib qo'ying.